kim imkonini topsa shu muborak surani har kuni ha shomdan keyin bo'lsin, ha xuftondan keyin bo'lsin o'qib qo'ysa juda ulug' ish qilgan bo'ladi. Rasul akram alayhissalatu vassalom bu muborak suraning fazli haqida bir qancha hadislar aytganlar. Shulardan birida aytadilarki, Qur'oni Karimda bir sura bor, 30 oyatdan iborat. Mulk surasi. Shu sura meni ummatimdan har bir insonning qalbida bo'lishini istar edim dedilar. Muhammad ummatini har birini qalbida bo'lishni, shu suraning yoddan turishini Rasul akram alayhissalatu vassalom orzu qilganlar. O'zlari ta'kidlangan sahih hadislarda aytilishicha, surai mulkni o'qimasdan uxlamaganlar. Taborak surasini o'qimasdan uxlamaganlar. Hadislarda, sahih hadislarda keladi, bir inson safarda uzoq yurib, kechasi charchab, bir yerda to'xtab, o'ziga bir yotoq tayyorlab, ustini yopib, boshqa qilib yotibdi, uxlash uchun. Charchagan, qorong'u bo'lgan. Yotsa, qulog'iga yer tagidan Taborak surasini ovozi kelyapti. Bir inson Taborak